Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Bugungi futbol olamidagi eng muhim yangiliklar va transferlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bugungi sonimizda O'zbekiston milliy terma jamoasi, Superliga klublari, Yevropa grandlari va transferlar bozoridagi eng so'nggi voqealar haqida gaplashamiz. Unda boshladik. Avvalo O'zbekiston milliy terma jamoasidan boshlaymiz. Bugun Ufa majlislar zalida terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Meni aytyapti. Jahon chempionatidan keyingi ilk uchrashuv bo'lganligi sababli ko'pchilik murabbiyning fikrlarini kutayotgandi. Cannavaro aytishicha, endi terma jamoada yangi bosqich boshlanadi. Jahon chempionatida o'ynagan futbolchilarning ko'pchiligi saralash bosqichidagi xizmatlar evaziga imkoniyat oldi. Ammo endi tarkib bosqichma-bosqich yoshartiriladi. Murabbiyning ta'kidlashicha, Behruz Karimov va Jahongir O'rozov kabi futbolchilar jahon chempionatidan keyin Yevropa klublari e'tiboriga tushdi. Bundan tashqari, murabbiylar shtabi kuzatayotgan yana bir nechta iqtidorli futbolchilar ham bor. Shuningdek, Cannavaro taktik sxemalar ham o'zgarishini aytdi. Yangi futbolchilar jalb qilinadi va eng muhimi terma jamoada jarohatlar muammosini kamaytirishga harakat qilinadi. Murabbiy jahon chempionati haqida ham to'xtaldi. Uning fikricha, mundial juda qiyin o'tdi, ammo futbolchilar maydonda bor kuchini berdi va ularga e'tiroz yo'q. Eng muhimi, bu musobaqa ham futbolchilar ham murabbiylar uchun katta tajriba bo'ldi. Endilikda asosiy maqsad O'zbekiston jahon chempionatining doimiy ishtirokchisiga aylantirish. Matbuot anjumanida Cannavaro jurnalistlarga ham hazil qilib aralash murojaat qildi. Uning aytishicha, kameralar qarshisida gapirish oson, ammo matbuot anjumaniga kelib savol berish juda qiyin. Murabbiy shunday dedi: Italiyada 64 million odam yashaydi va ularning barchasi murabbiy. O'zbekistonda esa 40 million aholi bor va 40 million murabbiy bor. Bu fikr bilan u har kimning futbol bo'yicha o'z qarashi borligini nazarda tutdi. Shuningdek, Cannavaro jahon chempionatidan keyingi hech qayerga ketib qolmaganini aytdi. Bir oy davomida oilasi bilan vaqt o'tkazganini, sentabr oyida esa yana terma jamoa bilan ishni davom ettirishini ma'lum qildi. Endi Superliga transferlariga o'tamiz. Aral klubi tarkibini tajribali legioner bilan kuchaytirdi. Qirg'izistonning Bishkek City klubida o'ynagan Yevgeniy Kozlov rasman Aral futbolchisiga aylandi. Kozlov faoliyat davomida Rossiya, Latviya, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston chempionatlarida to'p tepgan. Tajribasi bilan Aralga foyda keltirishi kutilmoqda. Yana bir qiziqarli transfer Bekobodning Metallurg klubida kuzatildi. Bunyodkor Sardor Najmiddin Normurodov hamda Surxon futbolchisi Javohir Jo'rayev mavsumning ikkinchi qismini Metallurg safida o'tkazadi. Bekobodlik bu transferlar orqali ikkinchi davrda yanada kuchli natijalar qayd etishni maqsad qilgan. Neftchi ham transfer bozorida faol ishlamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Jokichning jarohatdan keyin klub tayanch yarim himoyani kuchaytirishni rejalashtirgan. Asosiy nomzodlar sifatida Otabek Shukurov va Odil Hamrobek ko'rib chiqilmoqda. Qaysi futbolchi tanlanishi hozircha noma'lum, ammo Neftchi yaqin kunlarda bu masalaga oydinlik kiritishi mumkin. Endi esa bugungi eng quvonarli yangiliklardan biri. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Manchester City bilan yangi shartnoma imzoladi. Hech kimga bermaymiz seni. Yangi bitim 2031-yilning yozigacha amal qiladi. Klub shartnoma uzatilgani rasman tasdiqladi. Moliyaviy tafsilotlar rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, ayrim manbalarga ko'ra, Husanovning yillik maoshi taxminan 7,5 million yevroni tashkil etadi. Bu esa oyiga qariyb 625 ming yevro degani. Albatta, bu faqat maosh, bonuslar va sovrin pullaridan bundan tashqari hisoblanadi. Eng muhimi, Husanov qisqa vaqt ichida Manchester City'ning asosiy futbolchilaridan biriga aylandi. U o'tgan mavsum davomida 47 uchrashuvda o'tkazdi va mavsum yakunida klubning eng yaxshi futbolchisi bo'lishga da'vogar 3 futbolchi qatorida joy oldi. Bu esa o'zbek futboli tarixida eng katta yutuqlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, Eldor Shomurodov bilan bog'liq transfer xabarlari ham tobora jiddiy tus olmoqda. Turkiyaning 7 karra chempioni Trabzonspor o'zbekistonlik hujumchini o'z safiga qo'shib olishni istamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, klub transferga Batista Mendini qo'shish hamda qo'shimcha pul to'lash variantini taklif qilgan. Ammo Istanbul Beshashehir bunday variantga qiziqmayapti va futbolchi uchun 15-20 million yevro atrofida mablag' olishni rejalashtirgan. Eslatib o'tamiz, Eldor o'tgan mavsum Turkiya Superligasida 34 ta o'yinda 22 ta gol urib, chempionatning eng yaxshi to'purariga aylangandi. Endi esa e'tiborimizni Yevropa transferlar bozoridagi eng qizg'in voqealarga qaratamiz. Avvalo, Madridning Real klubidan boshlaymiz. So'nggi kunlarda Vinicius Juniorning kelajagi atrofida turli mish-mishlar ko'paymoqda. Shunga qaramay, Realning pozitsiyasi o'zgargani yo'q. Xabarlarga ko'ra, agar Vinicius yangi shartnoma imzolamasa ham, madridliklar uni arzon narxda qo'yib yubormoqchi emas. Klub braziliyalik hujumchini 150 million yevroga baholagan. Avvalroq Arsenal bu summani to'lashga tayyor ekanligi haqida xabarlar chiqqandi. Ammo hozircha hech qanday rasmiy kelishuv yo'q. Ayni paytda Real va Vinicius vakillari yangi shartnoma bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda.
Shuning uchun futbolchining kelajagi yaqin haftalarda aniq bo'lishi mumkin. Yana bir katta transfer Rodri bilan bog'liq. Manchester City yarim himoyachisi boshqa klublarning takliflariga qaramay, faqat bitta variantni ko'rib chiqmoqda. Bu Madridning Real klubi. Manbalarga ko'ra, Rodri boshqa variantlarni rad etgan va faqat Realga o'tishni istayapti. Shu sababli madridliklar transfer narxini ham pasaytirishdan umid qilmoqda. Hozircha taxmin qilayotgan summa 65 milliondan 75 million yevrogacha baholanmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, yozning eng yirik bitimlaridan bo'lishi mumkin. Kataloniya klubi Julian Alvares transfer bo'yicha kurashni davom ettirmoqda. Xabarlarga ko'ra, sport direktori Deco Madridga borib futbolchining agenti bilan muzokara o'tkazmoqda. Skautlar bo'limi rahbari Joao Amaral ham uchrashuvda ishtirok etmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, bu Barselonaning Julian Alvaresni qo'lga kiritish yo'lidagi so'nggi urinish hisoblanadi. Kelishuv amalga oshadimi yoki yo'qmi, yaqin kunlarda ma'lum bo'ladi. Yana bir shov-shuvli transfer Angliyadan mashhur insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, Bruno Gimaresh Arsenalga o'tishga juda yaqin. Newcastle bilan uzoq davom etgan muzokaralar yakuniga yetgan. Futbolchining shaxsiy shartnomasi esa bundan oldinroq kelishib olingan. Transfer summasi 75 million funt tashkil etadi. Agar hammasi reja bo'yicha yakunlansa, Bruno Gimaresh yangi mavsumni Arsenal safida boshlaydi. Endi esa Ispaniya chempionatidagi yangi qoidalarga to'xtalamiz. La Liga yangi mavsum oldidan hakamlik va VAR tizimidagi bir nechta muhim o'zgarishlar kiritdi. Birinchi o'zgarish endilikda VAR ikkinchi sariq kartochka va qizil kartochkalar bo'yicha ham hakamga yordam bera oladi. Shuningdek, noto'g'ri belgilangan burchak to'plari VAR orqali bekor qilinishi mumkin. Yana bir yangilik, almashtirilayotgan futbolchi maydonni 10 soniya ichida tark etishi shart. Agar vaqtni ataylab cho'zsa, uning o'rniga tushadigan futbolchi maydonga 1 daqiqadan keyin kira oladi. Bundan tashqari, tibbiy yordam olgan futbolchi ham darhol o'yinga qayta olmaydi. U kamida 1 daqiqa kutish kerak bo'ladi. Darvozabonlar uchun ham yangi qoida joriy qilindi. Agar hakam darvozabon ataylab jarohat simulyatsiya qilgan deb hisoblasa, uning jamoasini 1 daqiqa davomida bir futbolchi kam bo'lib o'ynaydi. Out tashlash uchun futbolchiga atiga 5 soniya vaqt beriladi. Penalti tepishga esa futbolchi tasodifan to'pga ikkinchi marta tegib yuborsa, gol hisoblanmaydi. Va eng qiziqarli yangiliklardan biri, endilikda VAR tekshiruvidan keyin hakam qabul qilgan qarorni stadiondagi muxlislarga mikrofon orqali eshittiradi. Bu qarorlar yanada shaffof bo'lishga xizmat qilishini kutilmoqda. Bugungi futbol olamining eng muhim yangiliklari shular edi. Agar sizga ushbu videolardan ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi sonlarda eng tezkor va eng muhim futbol yangiliklari bilan uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.